Ana bugun Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida Shakarobod Shapsi mahallasi yashovchi Abdujabbor Hoji Bobo Botirov xonadonida quvonchli kunimizning sababchilari Komil akam, Zoir akam, Toyir akam, Zokir akam, Shokir akamlarning farzandlari Hasanjon, Husanjon, Muhammadjonlarning sunnat va xatna to'ylari munosabati bilan siz aziz mehmonlar, polvonlar va otuvozlardan, muxlislardan duo olishini niyat qilib, barchamizni ana shu Shapski Uloq Ko'pkari Chopar maydoniga taklif aylab jam ayladi. Siz aziz mehmonlar, muxlislarimiz, polvonlarimiz, otuvozlarimizdan barchalaringiz nomidan ana shu to'y boshi, to'y sohiblariga Komil akamiz, Abdujabbor Hoji Bobo Botirovga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Ilohim mana nabiralari Hasanjon, Husanjon, Muhammadjonlar eliga, xalqqa, dinga xizmat qiladigan ulug' insonlar qatorida bo'lib yetishini yaratgan egamdan so'rab qolamiz. Do'stlar, bugungi to'yimiz, salomlarimiz zo'r, katta to'y, katta chempionat Ko'pkari. Yuqori marraga Xudo xolasa to'y tuyalarga, pastki marramizga ham to'y tuyalarga chopasizlar. 9lik salomlar qilingan, o'ynab kulib chopasizlar. Polvonlarimizdan qattiq talab qilinadigan narsa bir-birlaring bilan urush janjal qilib, to'yni fayzini ketkazib qo'ymasliklaring talab qilinadi. Sizlardan iltimos, biz qonun ustuvor, jinoyatga jazo muqarrar davlatda yashaymiz. Polvon, janjal qilib, bu yerda o'zingni ko'rsatma. To'y qilishni o'zi bo'lmaydi. Mana shu yerda oralaringda 200 ta, 300 ta polvon bo'lsa, gapga 100% xalqim mana ishonchi komil aytadi, oralaringda tuyasini tinglaymiz. Rahmat, sağ bo'ling, omon bo'ling, ilohim yurtimiz tinch, yurtboshimiz omon bo'lsin. Kuchli bo'linglar. Sizlar keyingi to'ydan boshlab qo'llaring ko'ksiga qo'yib tinglar, maylimi? Birondan qo'yganing yo'q. Nega? Burada yurgan yigitlarni, uloq muxlislarini yigit bosh omon bo'lsin. Sog' salomat mana yaxshi ishlab, vatanimizga qaytib, oilasini bag'riga qaytib, sog' salomat to'ylar qilsin. To'ylarda xizmatda bo'laylik. Amin. Allohu akbar. Sabrli yurgan do'stlarimiz omon bo'lsin. Qana Qobil polvon Jizzax Yangiobod Savod. Qobil polvon Go'tdagi Yangi O'zbekiston Akbar polvon o'g'li. Yaxshilik polvon birinchi marra yuqorisiga Morbiyaga tashladi. Brilliantni o'ktam qo'yga aylantirdi, omon bo'lsin. Birinchi marra yuqorisiga Sirdaryo Yangi O'zbekistonning polvonlari, Xonto'raboy nabiralari. Yaxshilik polvon Akbar polvon o'g'li. Omon bo'lsin. Zamonboy bobomizning nabirasi Lazizbek To'rayevning Rubin nomlari bilan yuqori marramizga Morbiyaga Qanazbek polvon mahkam bo. Zardo'roq buloq yaxshilik boy nabirasi Farhod polvon o'g'li Lazizbek polvon mahkam bo. Zo'rliq bo'lyapti ekan. Keldi yuqoriga to'y.
Navbatdagi 3-marosonlar 1 gilam 500 borasiz. 1 gilam 500 ming so'm bilan qaydasiz. O'rta Osiyoga mashhur bo'lgan mashhur Adidas'da O'rta Osiyo ko'pkarida hosi Somin boybomizning mashhur Adidas nomlari bilan Jizzax Yangiobod Savodli polvoni Qobil polvonga qarsak bormi? Qarsak olqishlar. Tabrik Qobil. Qobil polvon omon bo'lsin. Yuqori marramizga Nursulton polvon omon bo'lsin. Nursulton Sansizbayev. Yuqori marramizga Toygadoja Qozog'iston ishi barsuv. Qarsak bormi? Qarsak olqishlar. Ot. Buxorodan aziz do'stlar, Buxoro Kogon Oybegimizning Zolotoy nomlari bilan Qozog'iston ishi barsuv. Nursulton polvon, Nursulton Sansizbayev omon bo'lsin. Sarafshi bo'lsa o'ng tomon qazi bilan Allaysan, bog'laysan Boburjon mahkam. Keldi yuqoriga to'y yarim million. Qani Boburjon mahkam Bobur. Chopmay tagalmashadi. Chopmay tagali bel uzilgan. Chopmaylar, oling tagali. Teran motor bilan qarsak bormi? Qarsak olqishlar. Yangi yer Qo'qon akamizning banterasi bilan. Asl aka mot kelganmi? Yo'qmi? Qo'birga polvon omon bo'lsin. Yangi yer Qo'qon akamizning banterani motor bilan yuqorisiga. Boburshoh polvon Sirdaryo Malik toy 500 ming so'm pulni bering, 500 ming so'm bilan. Toy yarim million so'mga. Omon bo'lsin Sirdaryo Malikning polvoni. Boburshoh polvon. Golden Horse asoschisi Jahongir akaning Qur'on qo'shini butun taka bering, poychalari sinmagan butun takani. Golden Horse asoschisi Jahongir aka muzoqlari bilan Boburshoh polvon Sirdaryo Malik toyga dashad omon bo'lsin Qur'on Qashqada. Ona yurar, ijobatga yetar duolar yurar, sovqotsa bir-birini quchoqlab turar. Bor bo'ling ko'pkarining chin muxlislari, bir kunda boy qilar kabobchilarni, bozorini yurgizar pistachilarni, gramlab yurgizar yuztachilarni. Sog' bo'ling ko'pkarining chin muxlislari, qor yog'ar yomg'irlar ayamaydi hech, chin muxlis ko'pkarini tashlamaydi hech, ko'rib zavqlanishdan bo'shamaydi hech. Bor bo'ling ko'pkarining chin muxlislari, o'ylamang Abdulla qaramas bizga, tashakkur aytaman muxlislar sizga, siz borsiz ko'pkarilar bo'ladi bizga. Bor bo'ling ko'pkarining chin muxlislari, sog'lom bo'linglar ko'pkari muxlislari. Ana ko'pkarimizning 9-marra solimlari gilam yarim million so'm. Navbatdagi marra solimlari Borush gilam 500 qaydasiz to'y 11-marra Sumagina. Qayerda Sumagina? Ana Chobinglar polvonlar, Zohidjon polvon Adamin qo'jaga muzoqlari bilan baski marramizga to'yga deymiz, yuqori marramizga Ikrom polvon, Havos Gervonsaroyda polvoni. Ikrom polvon Asrof olimni ko'k bo'linan motori bilan. Bilmadim amaki. Olim orqadadir, yonni ko'ringlar tekshirib. Ha, bu. Ona chopinglar polvonlar harakat qilamiz do'stlar. Ona ko'tar polvon. 3 million to'yxonaning solimi Zomin boybomizning nabirasi Otabekjon Turrayevdan 5 million so'm. Zomin oxir 11 safxoz Sirajoy akamizdan 5 million so'm, 13 million so'm ustun bo'ldi. Ona Barzangamizning farzandlaridan 500 ming so'm solim keldi, omon bo'lsin. Ona harakat qiringlar polvonlar, borish xush kelam. Qaydasiz bir tuya, ikkita toy
13 milyon so'm oxiri bo'ladi bolalar bugungi to'yimizning oxiri. Oxir keldi oxir. Mahkam o'tiraver. Mahkam o'tiraver polvon. Qani mahkam. Sudyalarimiz omon bo'lsin, xush ko'rdik. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bugungi to'yimizning mutlaq g'olibi mana Bobur Shoh polvon kesilmasa. Sirdaryo Malik Bobur Shoh polvon. Qarsoy bormi? Qarsoyga olqishlar. Toshkentlik ota Dilshod Xo'ja akamiz Bobur Shoh o'zingga. Dilshod Xo'ja akamiz Sherzod boy akalarimizning yangi qarnidan onatori bilan Sirdaryo Malik Bobur Shoh polvonga qarsoy bormi? Qarsoyga olqishlar. Bobur Shoh polvon Bobur. Bir tuya, ikkita to'y, ikkita sarga, ikkita gilam. Bobur 10 million yo'llanmasi sira chekar mashinasidan. 10 million so'm yo'llanmasi qani qarsoy bormi? Qarsoylar. Voqinglar ilohim yillarda to'ylar bor davom bo'lsin. To'y qilgan hojibolarimiz Alloh umrlarini uzoq qilsin. Hasanjon, Husanjon, Muhammadjonlarim yilga xalqa dinga xizmat qiladigan ulug' insonlar qatorida amin. Allohga bir xush ko'rdik. Omon bo'linglar. Voqega keling. Bugungi to'yimizning qahramoni Sirdaryo Malik Bobur Shoh. Toshkent yig'ida Dilshod Xo'ja akamiz Sherzod boy akalarimizning yangi qarnidan onatoriga nasib